Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Qishloq xo'jaligi texnikalariga subsidiya olish uchun agroinspeksiyada hujjatlar qabul qilish boshlanganligini ma'lum qilamiz. Vazirlar Mahkamasining 2026-yil 28-apreldagi 206-sonli qaroriga asosan yangi qishloq xo'jaligi texnikalariga subsidiya olish uchun hujjatlarni agroinspeksiyaga topshirish imkoniyati yaratildi. Jismoniy yoki yuridik shaxs yangi qishloq xo'jaligi texnikasiga subsidiya olish uchun doimiy ro'yxatdan o'tgan manzildagi agroinspeksiya hududiy boshqarmasini texnika holatini nazorat qilish sho'basiga quyidagi hujjatlarni topshiradi. Talabgor jismoniy shaxs bo'lsa, pasport yoki identifikatsiyalovchi ID karta nusxasi, bank rekvizitlari, o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida soliq organlarida ro'yxatdan o'tganligi to'g'risidagi ma'lumotnoma, qishloq xo'jaligi texnikasini boshqarish uchun berilgan traktorchi mashinist guvohnomasi nusxasini topshirish kerak. Agar talabgor yuridik shaxs bo'lsa, davlat ro'yxatidan o'tganligi to'g'risidagi guvohnoma nusxasi, yangi qishloq xo'jaligi texnikasi bo'yicha oldi-sotdi shartnomasi nusxasi, kredit yoki lizing shartnomasi nusxasi, lizingga berilgan texnikalarni qabul qilish topshirish dalolatnoma nusxasi, muvofiqlik sertifikati, talabgor tomonidan o'z ehtiyoji uchun import qilingan texnikaning bojxona yuk deklaratsiyasi va invoys nusxasi, to'lov topshiriqnoma nusxasini topshirishlari kerak bo'ladi. Agroinspeksiya tomonidan taqdim qilingan hujjatlar bilan birga texnikaning davlat ro'yxatidan o'tkazilgandagi texnik ma'lumotlari tegishli axborot tizim yordamida real vaqt rejimida agrar sohada to'lovlar agentligiga yuboriladi. Agrar sohada to'lovlar agentligi hujjatlarni ko'rib chiqib, subsidiya ajratadi yoki ajratishni rad etadi.